ming, 1,5 ming. 1,5. 1,5. Nexi 2 ni Malushnisidan so'raganlar uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'sh, navbatdagi Nexi 2 avtomashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi tozasidan. Nexia'ning kraskasi tozasidan, yurgani kamroq, yili yangisidan so'raganlar uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top tozasidan. Yurgan qancha aka? 73 ming, ha? 2013-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza ekan akalar. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 2025-yil 30-aprel hafta kuniga chorshanba Qo'qon avtomashina bozoridan xudo xolisa Nexia va Nexia 2 narxlarini qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib yoritib beramiz. Videoni 3 qism oldik akalar. Birinchi qismda Nexia va Nexia 2 narxlari, ikkinchi qismda Tico, uchinchi qismda Jiguli 0607 har xil tuninglardan oldik akalar. Videoni oxirida ko'rishni tavsiya qilib Videoni boshlashdan oldin bittadan like bosib, podpishka qilib xudo xolisa sizlar uchun xizmatimiz chiroyli mana shunday videolar qilib chiqarishlikka harakat qilamiz. Bo'lmasa videomizni boshladik. Eslatib o'tamiz, hafta kuniga chorshanba Qo'qon avtomashina bozori har chorshanba kuni bo'lib o'tadi. Bo'lmasa videomizni boshladik. Bittadan like bosib, podpishka qilib turasizlar. Xo'sh, navbatdagi Nexia 2 avtomashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi tozasidan. Dehqonchilikmi aka bu? Dehqonchilik, ha? Xo'sh, motor holatlari Sonis gibrid motor ekanlar. Mashinamiz chok holatlari ham ideal holatda turibdi. Mashinamiz metanda. Motor hadoy korobkasi? Rasot yo'q. Xo'sh, baloniga keladigan bo'lsak, 4 ta baloni zo'r holatda turibdi. Chexol, Lelonim, Torik audio sistema. Yurgani qancha bo'ldi aka? 230 ming. Orqasini holatlari yurgani 230 ming deb aytmoqda akalar. Xo'sh. Mashinamizda metan holatlari, pol holat ko'rinishlari zapas qilingan joyda turibdi. Xohlaganda aka bitini qilib beraveramiz aka. Pulunchi qancha so'rayapsiz? 5,5 dan tushib beramiz. Bozor qilishyapti, qancha qo'shdi aka? 5,000 bir yuz qo'shib berilgan yo'q. Qo'shilsa kelishamiz. Variantgachi. Faqat naqd pulga. Barter Aka qachonchi ketamiz? naqd pul. Telefon raqami 90lik 566 7887 ga aloqa chiqarsizlar. Xohlagan akimiz bo'ladi. Telefondan qayerda mashinasi? Qo'qonning mashinasi. Qo'qon. Bemalol aloqa chiqarsizlar. Nexia'ning kraskasi tozasidan, yurgani kamroq, yili yangisidan so'raganlar uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top tozasidan. Yurgani qancha aka? 73 ming, ha? Yurgani 73 ming ekan. Xo'sh, motor holatlari Sonis gibrid Lux kamsilar. Metal qo'yilmaganmi aka? Benzinda. Xo'sh, balonlari yangi holatda turibdi. Chexol, ko'ringlar tashlab qo'yilgan, audio sistema yurgan. Aytibot 73 ming deb. Lekin ichkarisining holatlari zo'r holatda turibdi. Xo'sh, akalar, to'xtamang ko'rinishlari. Xohlaganlar metan, xohlaganlar propan o'zi ko'niga nima qilib qo'yaveradi. Aka, buni xohlagan akibitini qilib beraveramiz. Motor hadoy korobkalari zo'r, ha? Tushunarli. Yurgani o'ziniki 73 ming. Pulni qancha so'rayapsiz? 6,5 ming kam bor. Bozor qilishdimi? Unisini bilmayman aka, sherikga tashib ketyapti. Sherikga telefon nomerini yozib ketamiz. Telefon qilishaveradi. Telefon nomeri 91lik 203 0300 ga aloqa chiqarsizlar. Qayerda mashinasi ekan? Qo'qon shahardagi, ha? Bemalol aloqa chiqarib akalar, egasidan batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Egasi yo'q ekan, sherigining mashinasi ekan. Navbatdagi Nexia 2 avtomashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza ekan akalar, ko'rishlaringiz mumkin. Motor holatlari 1.6 tonus motorda. Xo'sh, chok holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Mashinamiz metanda. Xo'sh, balon holatlari 4 ta baloni zo'r holatda turibdi. Aka, pultini bitta bosib qo'yingchi. Bo'l. Xo'sh, chexollar tashlangan, ko'ringlar, audio sistema yurgan qancha dedingiz aka? 250 ming. Mashinamiz orqa salon holatlari. Xo'sh, metan holatlari.
Pol holatlari, zapas bo'lgan yangi holatlar. Qaysini aka? Bo'ldi. Aka bu dehqonchilikmi? Motor hadoy ko'ribkasiz. Yo'q. Javob, sut yo'q. Xohlaganda akimtini qilib beraveramiz. Iloji bo'lsa 30 olgani yaxshi. Qilib beramiz imkon qadari. Iloji 30 olgani yaxshi. Iloji bo'lsa 30 olgani yaxshi, iloji bo'lmay qolsa Qilib beraveramiz, ha? Beramiz. Pulni qancha so'rayapti? 5000 so'rayapti. 5000 kam bor. Bozor qilgan Yo'q, bo'ldimi? kam yo'q. Bo'ladigani 5000. Bo'laydigani 5000. Bo'ladigani 5000. Bo'laydigani Balonlar ham yangi mana. bozor qilgani bo'ldimi? Bozor 4-6 qilyapti. Belgi yo'q. Yo'q, berilmagan. 5000 bo'lsa beraveramiz. 5000 bo'lsa beraveramiz. Variantgachi. Yo'q, variant yo'q. Faqat naqd pulga, Faqat naqd barcha pulga. Yo'q, barter ham yo'q. O'zimiz mo'ynani sotib olyapti. Hozircha endi ishlagan yo'q, sotib olyapti. tushunarli. Telefon raqami aka. 93lik 191 55 89. Aloqaga chiqishda qayerda mashinasi? O'ynani mashina. Voydani mashinasi. Kelib bemalol aloqaga chiqishda. Bozoringiz bersin aka. Xo'sh, keyingi Nexia 2 avtomashinamiz. Yil nechi yil aka uni? Yili 2013 aka. 2013. Sizdanmi aka? 2013 kraskasi-chi? Uchta petnochasi bor. Kaltaga strashniy kraskalari yo'q. Tushunarli. Motor holatlari akalar ko'rishlaring mumkin. 1.6 lyuks kanseler. Chok holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz metanda. Aka bu sportivniy nima? O'zliq deydimi, nima deydi? Tushunarli. Motor hadoy ko'ribkasi? Rasxod yo'q, ha? Motor yangi qilingan. Dehqonchilikmi? Tirikchilik-da. Tushunarli. Balonlari ham zo'r holatda turibdi. Orqasi o'rtacha holatda ekan. Lasetti sidinalar qo'yilgan, chexollar, ko'ringlar, audio sistema, maliborlar qo'yilgan, lekin ichkarilari zo'r holatda turibdi. Aka, tonirovka ruxsatimiz bor? 5 oy bor, ha? Tushunarli. Yurgani qancha buni? Yurgani 150 ming atrofida. Yurgani 150 ming atrofida. Mashinamizda orqa salon holatlar. Lekin ichlarini cho'tkilab qo'yishgan ekanlar. Ko'rishlaring mumkin. Aka, shuni ishlab turasan, ha? Metan holatlari, pol holat ko'rinishlari. Turgiz necha ekan? Ovozni eshitaylikchi. Bosingchi aka gazni. Yomondan, ha? Qo'lni sportivniy qilib ichkarilarni ham cho'tka holatda qilib qo'yishgan ekanlar. Aka ichkarisiga maza qildim o'zi. Aka buni pulni qancha so'rayapsiz? 5900 kam bor. Bozor qilishdimi? 5400 qilishdi. Belga yo'q. 5.5 ga shtriga. Olibga qaraymiz. Qo'shilib qolsa kelishaveramiz, ha? Variantgachi. Variant yo'q. Faqat naqd pulga. Pulga bankda beramiz, barter yo'q. Barter qanaqa mashinalarga? Farqi yo'q, barter kelishaveramiz. 40 bo'lsa bo'ldi. Xohlagan akimit bo'ladi. Telefon raqami ekan. 91lik 692 29 22 ga aloqaga chiqishda qaysi mashinasi ekan? Qo'qonning mashinasi ekan, bemalol aloqaga chiqishda. Nexia 2 ning maloshnistidan so'raganlar uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi, kapot, eshikda moldini pastda bor deb aytishmoqda akalar. Oladigan odam yana ustasiga ko'rsatib tekshirtirib olaveradi. Xo'sh. Suytillari qilingan ekanlar, Sonus gibrid. Choklari xo'sh. Ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz metanda. Balon holatlari, to'rtta baloni zo'r holatda, yangi holatda turibdi. Chexol, lelon, ko'rik, audio sistema. Yurgan qanaqa ekan buni? Yurgani 505 ming ekan. Motor hadoy ko'ribkasiz-chi? Yaxshi, rasxod yo'q. Monitorlar qo'ya, zatning kameralar qo'yilgan ekanlar, video registratorlar. Orqa salon holatlari. Xo'sh, metan holati qayerdan ko'rinadi ekan? Metan holatlari ko'rsatib o'tamiz. Aka bu dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Dehqonchilik, ha? Xohlagan akimtini qilib beraveramiz. Pulni qancha so'rayapsiz? 4000 kam bor. Bozor qilishdimi ekan? Yo'q,
Port ketishyapti. Hali jazma xaridor bo'lgan yo'q. Yo'q. Variantga ham gaplashsak bo'laveradimi? Telefon raqamlari aka. 90 90lik 589 589 63 44. 63 44 ga aloqa chiqirsa qayerda mashinasi? Qo'qonning mashinasi akalar. Bozoringiz bo'lsin aka. Charchamang. Bemalol aloqa chiqarsizlar akalar. Xo'sh, navbatdagi Nexia bir avtomashinamiz 2003-yilda ishlab chiqarilgan tomdan pasi asfalt deb aytishmoqda. Oldi orqasi qanaqa aka? Titul o'zinikimi? O'ziniki. Xo'sh, oladigan odamlar akalar bir qator ko'rsatib tekshirib olaverasizlar. So'nishtiramlar. Mashinamiz metanlar va motor holatlari. Motor hadoy kiritasi? Yo'q. Rasxot yo'q. To'rtta yangi yumshoq bo'lonlar qo'yilgan. Hadoylar qilingan. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik, a? Yo'q, dehqonchilik. Tirikchilik o'zingiz nomingizda. Xo'sh. Chexollarni ham lekin fashi cho'tkilab qo'yishgan ekan akalar. Lelonim monitorlar qo'yilgan. Yurgani 436 ming. O'zinikimi? Ha, o'ziniki. Orqasining holatlari. Xo'sh, orqada akamiz o'tiribdi. Hadoylar qilingan, motorlari yaxshi holatda. Rasxot yo'q. Oladi minadi. Xohlagan aktivit bo'laveradi. Pulichi? 4300 kam bor. Hozir qilgan bo'ldimi? Hozir 3900 ga berilgan yo'q. Naqd pulga beraveramiz 3900 dagi. 4000 ga beraveramiz. Naqd pulga 4000 ga beraveramiz, a? Variantgachi. Variant. Juda uzoqmas, bir hafta. Bir haftaga qilib beraveramiz, a? Tushunarli. Telefon raqami aka? 33 730 11 51 ga aloqa chiqarsizlar, bartelam bo'lar ekan. Yo'q. Naqd pulga telefon qilaversa qayda mashinasi? Qo'qonning mashinasi ekan, bemalol aloqa chiqaryapti. Nexia 2 ni qorasidan so'raganlar uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz. Kraskasi oldi chap qanot, orqa o'ng qanot to'g'ri deb aytmoqda. Eshikda moldini pastlarida petnolari bor, ustasiga oladigan odam ko'rsatib tekshirtirib olaveradi deb aytmoqda akalar. Xo'sh, ustitlari o'ziniki ko'rishlari mumkin. Motor holatlari. Chok holatlari mashinamiz metanda. Xo'sh, balon holatlari ham yangi holatda turibdi. Ichkari salon holatlari, chexol, lelonim, ko'rak, audio sistema, barlar qo'yilgan ekan akalar. Yurgani qanaqa edi aka uni? Yurgani 315 ming. Orqa salon holatlari. Xo'sh, metan holatlari. Sol holat ko'rinishlari zapas bilan yangi holatda turibdi. Aka, motor hadoy karobkasi qanaqa? Motor karobka hadoylar yaxshi. Showmi? Yo'q. Show, a? Tushunarli. Pulni qancha so'rayapsiz aka? 4200 so'rayapmiz, o'tib beramiz. 4200 da o'tib beramiz. Bozor qilgani bo'ldimi? Ha, bo'ldi, 36 ga bermadik. Qo'shilsa kelishamiz. Ha, Variantgachi aka? Yo'q, unda naqd. Naqdga, barter, Yo'q. naqd pulga. Naqd pulga. Xohlagan taklifni qilib beramizmi? Ha, hozir 1 yillik davernisimiz bor, shuni qilib beramiz. Bizdan davernisda-da Ha, 1 yillik davernisimiz qolgan, qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi, 1 yillik a. Lekin oladigan odam o'tkazib olsa ham bo'laveradi akalar. Telefon raqamlari aka? 90lik 366 11 12 ga aloqa chiqarsa qayerda mashinasi aka? Qo'qonning mashinasi akalar, bemalol aloqa chiqarasizlar. Navbatdagi qora rangdagi Nexia 2 avtomashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi tomdan pastidan oldidan kaltagi bo'lgan ekan. Ustilar almashgan deb aytmoqda, holati ustalariga ko'rsatib tekshirtirib olaveradilar akalar, bemalol ustilar almashgan. Motor holatlari so'nggi gibdek. Chok holatlarini yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz metanda akalar. Xo'sh, baloniga keladigan bo'lsak, to'rtta baloni zo'r holatda turibdi. Chexol, ko'rlar tashlab qo'yilgan audio sistema. Aka, qancha yurgan ekan bu? 600 ming oshiq. Salon holatlar. Kapot bitta bosib qo'ying aka. Xo'sh, mashinamizda metan holatlari mana bu yerdan ko'rsatib bo'lmaydigan ekanlar lekin. Hol holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Motor hadoy korobkalar qanaqa? Joyida. Joyda, rasxot yo'qmi?
oladigan odam ustasiga ko'rsatib tekshirtirib olaveradi. Tekshirib olaveradi. Xo'sh, xohlaganda kim bo'lar? Bo'ladi. Pulni qancha so'rayapsiz? 3,5 ming deyapti. 3,5 ming kam bor. O'za qilgan bo'ldim. Qancha qilishdi? Haliqiga yo'q, endi chiqdilar, tushunarli. Variantga puldan qancha pul bo'lsa? 1000, 1,5 ming, 1,5 ming. 1,5 ming. Qanchaga qilib beramiz? 6 oygacha. 6 oygacha qilib beraveramiz, ha? Tushunarli. Variant nimagachi? Bartergachi ekan? Barterga ham gaplashaveramiz. Kelishaveramiz, ha? Tushunarli. Telefon raqamlar? 90lik, 90lik 184, 184 86, 86 ga aloqa chiqarsa qayda mashinasi? Bag'dodda mashinasi. Kelib bemalol aloqa chiqarsa.